Holand o'tgan o'yinda Newcastle juda ko'p masxara qilgani uchun bu safar Guardiola uni hatto zaявkaga ham kiritmadi. Lekin qaror to'g'ri chiqdi. City o'yinni juda faol boshladi. Rangers jarima maydoniga chiqib bordi, lekin yaqin burchakka bergan zarbasi aniq chiqmadi. Sorakilar qarshi hujum uyushtirdi. Ular jarima maydoniga kirib kelishdi. To'p uchun kurash boshlandi. Barnesda gol urish uchun yaxshi imkoniyat bor edi, ammo Husanov to'pni uning oyog'idan tortib oldi. Burchak zarbasi o'ynaldi. Darvozabon chiqishda shoshildi, ammo Gonzales ulgurib to'pni uzoqlashtirdi. Baribir Newcastle o'z golini topdi. Barnes pas qabul qilib, bosimsiz zarba berdi. Ofsaydga o'xshagan edi, ammo VAR Husanovning yo'lkasi o'yinda bo'lganini ko'rsatdi. Hisob 1-0. City tezda javob qaytardi. Ular hujumga o'tishdi. Semenyo jarima maydoniga to'p uzatdi. Savio unga yetib bormadi, ammo rikoshetdan keyin Kruglov to'pni to'rga joyladi. Hisob 1-1. Ikkinchi bo'limda shaharliklar ustunlikni qo'lga oldi. Nunes to'pni Marmushga uzatdi. U esa uni